Qo'shgan birasi 50 so'zda 50 ba qo'shgan 37 da. Nechtasi? Yo, berasiz 37 dan bo'ldi. Qo'qon chorva bozorida. Yana kesma o'tib beryapman. Jon tog'a. Yo tota 36 dan uzun kesib berdim. 36 yarim deyapman. 36. Ya 36 yarim bering gap yo'q berasiz. Berdingizmi nima ismingiz? Olam aka berdingizmi 36 yarimga? Bersiz. 38 emas. 50 ming o'tib beraman. Bo'pti, biroz aka. Mayli qo'ying. Majburlamang. Qaysilarni ichidan aka? Mana aka bo'ladi. Bitta ashni so'rayman. Ana shu uchalasini necha puldan bermadingiz? 36 yarimdan 4 ta, mana shunday. 3 ta. Qo'z akasi, amakni so'rang. Necha oylik bular? 4 oylik sariq qo'zlar. 4 oylik sariq qo'zlar. Soloqlari ham bor ekan. Soluqlari ham bor ekan. Bular necha puldan? Necha puldan bular soluqlar? Ular 38 dan kam. 38 dan kam. Assalomu alaykum, Savdo olami kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva hamda mol qo'y ishqibozlari. Xo'p, bilib turganingizdek biz bugun Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Qo'qon Optim qo'y bozoridamiz. 7-iyul haftaning seshanba kuni 2026-yil. Videolarimiz avvalida bittadan like tugmachasini bosamiz va kommentariyalarga omad so'zini yozib ketasizlar. Xo'p, kimgadir videolarimiz tezroq tarqalishida yordam bergan bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, qo'ylar serob. Soat millarimiz 9:30 bo'lyapti. Qo'ylarimiz serob. Ya'ni qizigan joyidan olib o'tib yerga yo'q. Qayerda qo'zilari bular aka? Surxondaryoni. 6 oylik bor ha? 5 oy, 6 oyligi. 6 oy. 4 oydan 6 oygacha bo'lgan qo'z to'liqlarni berishmani. Qo'ldan kelgancha real narxlarni olishga harakat qilamiz. Qo'ylar serob. Qo'chqor temasi bo'yicha o'sha kechalari ishlaring bitaveradi. Bizdan uzoqlashmanglar. Biz syomkalarimizni boshladik. Shu yerda ham bitta qo'chqorimiz. Shunisi bo'lyaptimi aka? Yo'q, mana. Qaysi biri? Maydalari. Maydalarimi? Nechtasi? 3 ta. Mana. Ha, nech pul bo'lyapti? 13,5 million. Mana shu chala qo'zi ya? 4,5 dan. 13,5. Qo'chqormikan? Qo'chqor. Chalasi ham qo'chqor. Necha oylik polvon? 2 oylik. Bunisi? 4 oylik. 4 oylik. Qo'chqor. Nech pul dedingiz? 12,5 dedingizmi? 13,5. Ha, 13,5 million so'm. Shu chalasini 13,5 million so'm deyishyapti. Mana qo'chqorlarimiz. Xo'p, 13,5 ga berishmayapti mana. Bir chekaga olib borib, ikkalasi kelishmoqchi. Savdolari bitib qolsa olishga harakat qilamiz. Xo'p. Dehqonlar. Dehqon deyishdi. Dehqon deyapsizlarmi? Dehqonchilik deyapti. 62 olasiz bu baraka. Shunga, ha? Bitta yo'q desiz ketamiz. 6 million 200. Olib belasizmi? Arzimagan pulga o'zingizni nimangizni sotadigan bo'lsangiz ketamiz. Yo'qmi? Yo'qmi? Bilaman 63 mo'ljallingiz. Men juda yaxshi bilaman. 100 so'rayapsiz. Buna bo'lmaydi odam. Ashekkedagi, ha? Mana bu. Ashekkedagi. 6 million 200. 40 kilo kelsa 155 mingdan mana hisoblab ating. Chiqaring. Tortib ko'raverasiz, tog'a. Ha, ating men shunday mo'ljalda bilaman. 40 kilo kelsa 155 ming. 155 mingdan. To'g'ri kelyapti, ha? Ehsongacha olyaptilar. Endi bundan oshig'iga yaxshi. Bundan oshig'iga qassob 135 ta hisoblaydi. Xo'p, akalar, bu uchala qo'chqor, qo'zi qo'chqorimiz 13 million Sotildi bu. 13 million 700 ga baraka bo'lsin. Barakasini bersin. 700. 13 million 700. Qo'chqorimizni savdolari bitmayapti. 62. Xo'p, bitta ulug'bob, yaxshi qo'chqorimiz bor ekan akalar mana. Tishlari nechta aka? 2 tish bu. Bo'ylari akalar 90 plus. Uzunligini qarang jonivorda. Qaytaydigan. Dumbalari ham yaxshi edi. Ozgina qiyshiqroq ekan, lekin
Bari turishlari, stoykalari. Garbonos ham bor. Nech pul so'rayapsiz? Yopishtirib ayting. 11 million. Bozor savdo qildingmi? Endi keldingiz, a? 11. 10 da atrofida bittami? 10 da atrofida? Birada. Telefon raqamini aytib yuboring. 99lik 975 77 15. Ishqibozlarni aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. 6 million 300 ga ashqo chiqaruvdi oxiri baraka bo'ldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bu yerda svetli qo'chqonlarimiz. Qayerda qo'chqonlar ekan? Assalomu alaykum. Qayerda qo'chqonlar, qanaqa paroda bular aka? Nech puldan qildingiz aka? Assalomu alaykum. Tarozi 85 mingdan so'rayapti. Qayerdagi qo'chqonlar bu? Qo'chqonlar aka Qashqadaryoda. Qashqadaryodan. Taroziga 85 dan, oyog'iga qancha? 85 dan berdim. Oyog'igachi? Oyog'ida 7,5 saylov olaversin. Oyog'iga 7,5 million. Tish buzgan, ha? Tish buzgan. 2 tishmi, 4 tishmi? 2 tish. 2 tishdan. Ha, nechta olmoqchisiz tog'a? 10 tami? Kelishtirib berasizmi xarajatsa? Hech kim aytgan narxga sotmaydi deng. Xo'p, mana shu tomonda sotilgan shekilli. Baraka bo'ldimi bular? Nech puldan? Aka, hozir yuklab olaylik, aytib beraman. Sog'liq qancha o'zi bu yer? Ali qo'ylar Ha, qo'chqonlar. 15 ta bormi? Ha. 15 ta ekan. Qanchadan bo'ldi ekan? 4 million 600 dan. Qayerdagi ekan bular? Zominda bu. 4 million 600 dan. Bu Ali. Bu yerda ham mana shu qo'chqonlarimizni nechtasini savdo qilishyapti. Maya qara. Nechtasi? 3 ta. Yo'q, maya qara. Uni Qanchadan berishdi 3 tasini? 7dan deyishyapti, qilmay. aka, Arabon aka. Tanlandimi? Ichkarida, ha, tanlangan. 7 dan ko'rishmayapti ekan. 7 million. Yo'q, aka 72 dan bo'lyapti. Yo'l rosi ham 200 ming foyda. Bor bering. 21 million qancha? 21 million. 21,5 ga bo'lsa 20 million uraversinlar. 21 ga berishmayapti. Berdim ben aytdim. 100 ga qancha? Ben Kahraman aka benim aytgan joyim boya bo'ldi. 22 million. Rozimisiz 73 dan 22 pul qo'yasizmi? Qamay berildi. 21 million. 21,5 ming berdim. 21,5 ga, 21,5 ga. Buni qaytmaydigan. Uyingga borsangiz bir qo'y so'ymaysiz aka. Endi berib bozor aka. Ha, qo'chqonlar. Bir qo'y so'yaman dedim. Endi berib bozor aka. 7 million sizdan bo'lsa aka qamay beradi. Shular ichidan tanlangan. Hayır, lekin siz tanlagan qismlarni 8 million berdim. Gapga bo'lasan, qirmatdagi. Meni ham qasobchiligim. Hazratdan Savdolari ketyapti. Mana shu tomonda baraka bo'l shekilli. Baraka bo'ldimi bular? Sotildimi? Qancha bo'ldi aka? 37dan savdolar 3,5. Nechta qo'chqor? 4 ta qo'chqor, 4 ta solo. 4 ta qo'chqor, 4 ta soli. 37 ga 3,5. Barakasini bersin, zo'r. Surxondaryonikida, adashmasam, ha? Surxondaryoni qo'chqor so'liqlari mana. Qayerga ketdi bu? Chet Qo'qonda o'zigami? Ha, shetga. Chetda o'ziga mana baraka bo'ldi. Kashtanlari. Barakasini bersin. Xo'p, ular savdolari bitib qoldi shekilli. Sotildimi? Nech pul bu? 21 million 500 mingga 3 ta, ha? 3 ta 21 million 500 mingga oxiri baraka bor. qorin katta-yu. Tallashyapti.
Bittasini mana shu ip bog'lab qo'yilgan. Mana bittasi. Tomon Qashqadaryo. Qo'chqonlarni mana. Eng kichkinasi ham 75 dan 80-85 kilolik qo'chqonlar ekan. Hali imkon bo'lmadi, savdolashib qoldik. Nomer aytib qo'ying. 99lik 327 93 88. Dastlabki xizmatimiz bor-a? Bor. Oxiri taqalgani qancha? O'shani bir aytib o'tib ketay aka. Beradiganingizni. Beradigan Tanlab olish boshqa-yu 7 million so'mdan. 7 million so'mdan tanlab olishga. Optimgacha bir 5 tadan oshiq oladigan bo'lsa. 5 million oshiq olayotgan 68 dan. 6 million 8 dan. 6 million 8 dan qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib yana bir kelishib savdolashaverasizlar. Xo'p. Bu navbatimizdagi Jizzax Zomun 500 qo'ylar turadi bu yerda. Orif Cho'ponni qo'ylari. Bo'pti. Damir 50 ming so'm o'zingdan so'ray. Imkoniyati. O'zingdan so'ray. Nechtasi? Uchtasi 31 dan beralasizmi? Bo'pti, gapni eshiting. Uchtasi 3 million 100 dan deyishyapti. Bo'lganda 9.300 mi? 9,5 millionga 100 ming so'm o'tib beradi. Oxirgi 9,5 millionga so'lamiz oshirga sotamiz. Bor aka. Yo'q, endi unday qilmang. Mana 7,5 ber. 97 bermoqda. 90 endi bana yurdi bana. Bor. Olingan savdolarimiga keldi. Baraka bo'lsin. Savdolarimiga keldi. Tizimiz. Qana, qaysi uchalasi aka? Bitta u. Olinadi. Aha. Shu ko'rovdan bitta. Xo'p, mana shu uchalasi. Obke baqa, ey. Barakasini bersin. 31 dan bo'ldimi? 31,5 dan. 31,5 danga to'g'ri kelib qoldi. 41,5 bo'lardi, 31,65 atrofida bo'ldi. Barakasini bersin. Sotilgan joyi. 38 dan 3 million 800 dan. Bitta qo'chqorimiz. Hoji bobomiz olishdi. Bo'ldimi? Akmal o'lyapti. Akmal Cho'ponni qo'ylari. Nechtasini savdo qilyapsiz? Nechtasi Akmal aka? 37 dan bo'ldi. 6 tasi. 6 tasi 3 million 700 dan. Akmal akani taniganlar. O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Ajaga zo'rmi? Zo'r. Ajaga salom deb qo'ying. Salomat bo'lsin. 37 dan bozor olam akamizga. Salom aytishi. 3 million 700 dan. Qaysilar aka? Yaxshi zo'r. Tanlab olasiz xullas ichidan, ha? Tanlashib oladi. Xo'p, bu tomonda ham bog'langan, tanlangan shekilli. Qanchadan bo'ldi bular? Endi tanlashyaptimi? Mana katta qo'chqor sifatga kirib qo'ygan qo'zi qo'chqorlarimiz. Qanchadan? 5 million so'mdan kam bor deyapti. Bo'ylari ham 80 ga yaqinlashib qopti ko'piniki. Qayerdaki bular tagi? Toshkent Bo'stonli. Davomi bu? Davomi Bag'dod. Bular sovliqmi bular? Qanchadan bular? 5 dan bir joyga 5 dan bir joyga 5,5 dan tanlab olishgan. 5 oylik bormi aka? Ha, 5 oylik atrofida. 5 oylik sovliqlar mana. Nechta soni? 25 ta bormi? 26 ta ekan. Bu sovliqlari bo'ylari shu 70 plus. 70 plus sovliqlar. Mana bu tomonda qo'chqonlar. Telefon raqami aytib berasizmi? 97 lik 960 80 ga aloqaga chiqaverasizlar. Sovliq qo'chqor kerak bo'lsa. Xo'p. Akmal aka savdosi yurib qoldi mana. Savdo bitib qoldi, tezda Savdo bitib qoldi. Nechtasi bo'lyapti ekan?
Aytdik. So'ramadi. Berayinda. Akmal, hurmatini yo'qmi shakil? Nechtasi? Shuncha yildan. Beramayman aka, 7ga beraman. 7ga qo'shib 7ga yo'q. Qo'shinglar. So'ramang, shunday o'zini so'rang, olib ketavering. Degana barsizlar. Yo'q, 7ga Mana shu beraman. ikkitasini. Shu bilan mana ha? Gapirang aytyapman. 3,5dan. 3,5dan bermayapti. Buni qora bilan buni. 3,5dan beraymi Akmal aka? Beraman deyapman, dangal beraman. Ha, dangal so'ramay nima qoch so'rayaptimi? Savdo qilyapti-ku. Bering. Yo'q, yo'q, aka. Pachaqni ketyapti. Buni o'chi bilan aka. Ana beraman. 3,5dan berishmayapti. Buni 50 pul so'radim aka. Baraka bo'ldi mana. Qancha? Qancha qo'yishdingiz 7ga? 7 50 kam. 50 kam 7. 50 kam 7 bu. Nechtasi Orif aka? Ikkitasi. Assalomu alaykum. Siz o'zingiz yaxshimi? Qancha? Foyda bo'lsa foyda, ziyon bo'lsa ziyon. Ungacha tashlab beraveraman. Nech puldan? 10 million 750 ming. Ikkitasi. 10 million 750 ming deyishyapti shu ikkitasini. 10 million 800 ming. 10 million 750 ming. Hani paxla bir paxlani olib bitta kelgan bersangiz 10 million 800 ming 50 ming pul qo'ydim. Ma'qul bo'lsa 50 ko'rdim. Baraka desa. Bo'ldi, ber akaga bo'ldi, baraka de. Ha bo'ldi, bersin. Endi 50 ko'rdim bo'ldi. Yaqira. Aka qo'shsa do'mayman. Qaysi kelasi? Qaysi kelasi? O'rtadagi ikkita. Mana o ya. 100 ming so'm berasan, asa xohlab. Ha bir gap qilavering. Akang. Ha, 11,5 million. Yo'q. Aybek. Qanaqa kirim chiqim daftarimi Orif aka? 11 mi? Yo'q, 100 ming so'm. Daftarlari bilan yurishdi. Bo'ldi, 100 ming so'm kam bo'ldi. 800 bo'pti, mayli oldim. Ha bo'ldi, gapni olavering, 100 ming so'm qolaman bo'ldi. Ya dim yo'q. 100 ming. 10 million 800 ga berishman. Mana shu 5 ta qo'chqorimiz akalar, 5 million 100 ming so'mdan. Qo'zimi? Ikkitishni kerasali İşte. 5 million 100 ming so'mdan baraka bo'ldi. 5 million 100 mingdan sotishlarga. Barakasini bersin. Xo'p, akalar, bitta qo'ylarimiz juda ham serob. Kechgacha bozor bo'ladi, kelaverasizlar. Soat millarimiz ham 11 ga qarab ketyapti. Qo'ldan kelgancha realni narxlarni olishga harakat qildik. Syomkalarimizni yakunlaymiz. Keyingi bozorlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.